Okela televizor davri tugadi desam ishonasizlarmi? Chunki mana bunaqa Android proyektorlar kelajak bo'ladi. Nimaga qodirligini hozir sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Sifat ko'ryapsizlarmi? Okela juda ham sifatli Full HD formatda, ovozni ham chiqarib berish juda ham zo'r kolonkalari. Shu turishini o'zi 43 televizordan ko'ra katta. Biz hozir YouTube'da qo'yib qo'yamiz. Buni xohlasanglar bemalol televizor, PlayStationga ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Proyektorimiz faqat qorong'uda ko'rsatadi deb o'ylasanglar adashasizlar. Mana yorug'xonada ham Full HD formatda ko'rsatib beryapti. Bunda xohlasanglar YouTube, xohlasanglar Netflix, xohlasanglar Google Play orqali programmalarni yozib olib televizor ko'rsanglar ham bo'ladi. Buni xohlasanglar notebookga, xohlasanglar PlayStationga hamma narsaga HDMI orqali ulab ishlatsanglar bo'ladi. Oxirgi chiqqan eng sifatli proyektorlardan bittasi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Android proyektorimiz 180 gradusda bemalol qayil oladi. Korobkaning orqasida o'zini fleshkadan narsa yozib ko'rsanglar bo'ladi. Kolonka naushnik ulasanglar bo'ladi. HDMI orqali kompyuterda, televizorda narsalarni ulasanglar bo'ladi. Undan tashqari sovutadigan kunlari bilan sifatli kolonkasi ham bo'ladi. Agar katta xonalarga qo'ymoqchi bo'lsanglar, korobkaningdagi 3x4 xonani devorini qoplab qo'yapti. Даже undan ham kattaroq, bemalol katta xonalarga futbol ko'rish uchun yoki PlayStation uchun ishlatsanglar bo'ladi.